Assalomu alaykum qadrli YouTube Anvar Stern kanalini kuzatayotgan akalar. Xudo xohlasa bu meni eng yaxshi tahlillarimdan biri bo'ladi. Diqqat ila kuzating. Ushbu video Al Hilol va Paxtakor o'yini uchun tahliliy ko'rinishda yozilmoqda. Xo'p, birinchi o'yin haqida qisqacha nima deymiz? 2025-yil 4-mart kuni Toshkentdagi Jar stadionida Elit Osiyo Chempionlar Ligasi nimchorak finalining birinchi uchrashuvida Paxtakor Saudiya Arabistonining Al Hilol jamoasini 1-0 hisobida mag'lub etib, o'z tarixida ushbu klubni birinchi marta mag'lub etdi. Oxirgi 7 ta o'yindagi ko'rsatkichlar 3 ta g'alaba Al Hilolda, 3 ta durang va 1 ta g'alaba Paxtakor hisobiga yozildi. Ushbu tarixiy golni Flamarion urdi Riyaskosning uzatmasidan so'ng. Bu juda ham ajoyib. O'yin davomida Al Hilol jamoasining ikki asosiy futbolchisi Ali Al-Bulayhi va Sergey Milinkovic-Savic jarohat olib, maydonni tark etishga majbur bo'ldilar. Bu yo'qotishlar jamoaning keyingi o'yinlariga, jumladan Paxtakorga qarshi javob uchrashuviga ham ta'sir ko'rsatishi mumkinmi? Albatta mumkin. Buni xudo xohlasa o'yin boshlangach bilib olamiz. Yana shu gapni ham aytib o'tishim kerak. Al Hilol ushbu musobaqadagi ilk mag'lubiyatini nimchorak finalga eng so'nggi o'rinni zo'rg'a qo'lga kiritib chiqqan, bittagina g'alaba bilan chiqqan Paxtakorga mag'lubiyatga uchrab qabul qilib oldi deylik. Ozgina kelishtira olmay qoldim. Xo'p. Taktika va strategiya to'g'risida. Paxtakor o'yinda o'ziga xos 4-2-3-1 sxemasida harakat qildi. Bu himoyada mustahkam blok yaratilib, Al Hilolning tezkor hujumlariga imkon qoldirmadi. Ayniqsa, o'yin davomida pressing yaxshi ishladi. Raqib futbolchilar o'z maydonidan qulay chiqish imkoniyatini topa olmadilar. Bunda albatta Riyaskosning ham hujumlardagi harakatlari, pressingini hissasi juda ham katta. Endi Al Hilol to'g'risida qisqacha nima deymiz? Saudiyaliklar odatdagidek to'p nazoratiga urg'u berdilar. Markazdan hujumlar tashkil etishga harakat qilishdi, lekin Paxtakorning zich himoyasi va raqib hujumchilarni erkin qoldirmaslik strategiyasi ularni hujumlarini keskinligini pasaytirib berdi. To'g'ri, bitta ikkita vaziyatlar o'tib ketdi. Lekin Xudo biz tomonda bo'lib qo'lladiki, Al Hilol gol ura olmadi. To'p nazorati Al Hilol foydasiga bo'ldi. Al Hilol 63% to'pni nazorat qildi, lekin bu ularga foyda bermadi, chunki Paxtakor qarshi hujumlar bilan samarali javob qaytara oldi. Zarbalarga keladigan bo'lsak, Paxtakor 7 marta darvozaga zarba bergan bo'lsa, Al Hilol 12 marta bu ishni amalga oshirdi, lekin e'tibor bering, aniq zarbalar soni umumiy zarbalar sonida deyarli 2 barobar ortda qolayotgan Paxtakorning foydasiga 4-2 hisobida. Aytish kerak, Paxtakor ham o'zida yaratilgan vaziyatlardan mana 4 ta yaratilibdi, 3 tasini golga aylantira olmagani biroz alamli. Bunaqa o'yinlarda har bitta vaziyatni golga aylantirish kerak, yo'qsa og'zi kuyib qoladi. Xo'p, xulosa o'laroq nima deymiz? Paxtakor bu g'alabani taktik jihatdan to'g'ri yondashgan holda qo'lga kiritdi. Kuchli pressing, himoyaviy intizom va samarali qarshi hujumlar ularga imkoniyat yaratdi. Al Hilol esa to'p nazoratini ushlab tursa-da, pishiq himoyani yorib o'ta olmadi. Endi Paxtakorni 4-2-3-1 sxemasini yana ham yoyibroq tushuntirishga harakat qilaman. Boya Telegram kanalimda ham ovozli xabar ko'rinishida tahlilda tushuntirishga harakat qildim. Tushunmaganlar bu yoqda yaxshi tushunib olishinglar mumkin. Xo'p, Paxtakorda ikkita tayanch yarim himoyachi bor. Bular himoyani qo'llab-quvvatlaydi, shuningdek hujumlarni boshlash vazifasini bajarishadi. Himoya chizig'i yuqori emas, aksincha zich himoya bilan Al Hilolning markazdan yorib o'tish imkonini kamaytiradi bu ikki tayanch yarim himoyachisi. Muhim holat, e'tibor beringlar, Paxtakorning himoyaviy bloklari futbolchilar oraliq masofasini qisqartirib, raqibni chekka zonalarga haydashga qaratilgan edi. O'z shundoq ham tabiiy ravishda markaz bo'g'ilgandan keyin qanotlarga o'tiladi. Bu Al Hilolning o'yinini kengaytirishiga yo'l qo'ymadi. Endi Al Hilolning hujumlari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, komanda 4-3-3 sxemasida harakat qildi. O'sha gap
63% to'pni nazorat qildi. Asosiy maqsadi markaz orqali hujum tashkil etishga qaratildi, lekin Paxtakor o'sha zich himoyasi bunga to'sqinlik qildi. Kamchilik bo'ladi bu albatta. Al-Hilol maydon kengligini yetarlicha ishga solmagani, hujumlarni qanotlarda ko'chirmagani, ya'ni ko'proq qanotlarga urg'u bermagani. Mana shu bitta uslubi bo'lmish markazdan yorib o'tishni qo'llayvergani uni kamchiligi bo'ldi. Qanaqa endi bu kamchilik ham demaymiz, chunki bu uslubi Manaman degan komandalarga qarshi ham ish berib keldi. Al-Hilol umuman yutqizmadi bu taktikasi bilan. Bir martagina durang o'ynab qo'ydi, lekin o'sha gap yutqizmadi. Mana Paxtakorga kelib bu taktika ish bermadi. Endi ertaga 1-0 da bo'ladigan javob o'yini oldidan prognoz qiladigan bo'lsak, nima deymiz? Bu Al-Hilolda jarohatlangan futbolchilarning holatiga bog'liq. U yoqda ham o'zi shundoq ham Paxtakorga jarohatlangan bir talay futbolchilarsiz kuchsizroq tarkib bilan kelgandi. Bu yoqda ham Al-Bulayhi va Sergey Milinkovic-Savic jarohat olib qoldi. Nima deydi? Ana hujumchi Mitrovic ham yuragi tez urib ketgani sababli больницada yotgan ekan. Ertagacha qaytadimi yo'qmi? Xudo biladi, lekin ko'p ehtimol bilan qaytmaydi. Hozir aniq bo'ldi. Al-Bulayhi, Sergey Milinkovic-Savic hamda hujumchi Mitrovichlar ertangi Paxtakorga qarshi o'yinni o'tkazib yuborishadi. Bu ma'lumot montaj qilayotganimda chiqib qolgani uchun videoga qo'shib ketyapman, qo'shimcha o'laroq. Lodi qaytadi deb eshitdim, hali uni ham aniq emas, ko'ramiz. Xullas, prognoz sifatida nima deyish mumkin? Agar Paxtakor pressing va qarshi hujumlar taktikasi bilan Toshkentdagidek o'ynayversa, durang natija ham keyingi bosqichga olib chiqadi, lekin nima deyapti Diyor Xolmatov o'zining intervyusida? Biz faqat g'alabani xohlayapmiz deyapti. Bosh murabbiy Pedro Moreira esa hammasi oddiy, intizomli harakat qilishimiz, kam xatoga yo'l qo'yishimiz kerak, vaziyatlarimizdan foydalanishimiz kerak deyapti. Bo'ldi shu. Avvalambor assalomu alaykum Diyor. Paxtakor jamoasi ertaga Al-Hilolga qarshi ikkinchi uchrashuvni o'tkazadi. Umuman Ar-Riyodga yetib kelish va ertangi o'yinga tayyorgarlik haqida gapirib o'tsangiz. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Juda ham yaxshi tayyorgar qildik Al-Hilolga qarshi. Ertaga xudo xohlasa chiroyli o'yin ko'rsatib, parishlarni xursand qilamiz xudo xohlasa. Umumiy olganda birinchi o'yindagi natija juda ko'pchilikni hayron qoldirdi. Futbolchilarni-chi? Biz ham ertaga ham xudo xohlasa shu natijani hammani xursand qilamiz. Harakat. Umumiy olganda shu bir hafta davomida tayyorgarlik jarayoni qanaqa kechdi? Baribir endi Al-Hilol ham endi jiddiy tayyorgarlik ko'ryapti. Jarohatlangan futbolchilar qaytdi. Umumiy ruhiyat qanaqa? Birinchi o'yindan keyin ustunlik beryaptimi bu baribir? Да, обязательно, конечно. Bizga bu вдвойне yanada ham kuchliroq желание bilan chiqamiz ertaga xudo xolasa. Ertaga ko'ramiz. Harakat qilib, barishlarni xursand qilamiz. Baribir natijaga ham o'ynaladi. Durangni ham bir reja qilgan joyi bormi jamoa? Yo'q, faqat yutuq. Ertaga faqat yutuqqa chiqamiz.